270 ming so'mlik ovqatni birgalikda obzor qilamiz va ta'miga baho beramiz. Qading bismillah. Bitta ovqat, bitta salat zakaz qildim. Bu Tailandning ovqati. Tailandning ovqati juda ham qimmat ekan Koreyada. Tailandni o'ziga borib yegan 1000 marta yaxshiroq, ozroqqa tushadi. Qading bismillah. Bunisi eng mashhur patay anaqasi ovqati. Mazza. Va yonida papaya bor-ku, mevami, sabzavotmi, nima deydi o'shani? Papayali o'lgidek achchiq salat. Hozir birgalikda yeb ko'ramiz. Voy, silaklarim oqib ketyapti. Bu yong'oq, mana ustiga sepib yeyiladi. Va trupli salat adashmasam, bismillah. Trupli salat. Yegim kelib ketyapti. Pataya ovqatini ustiga limonni shuna quyib yeydi. Mana. Qo'y hali issiq ekan. Bismillah. Ha, o'chiq. Juda ham achchiq deb eshitganman. Qani, bismillah. Buni ichiga yong'oq ham qo'shilgan. Papaya juda ham qimmat bo'lgani uchun bu salatdan rosa qimmat ekan. Mashina jami 270 mingga tushdi menga. Shu ovqatni yeb ko'ringlar va shisha zo'r.